Boshlang'ich 500 dollar bilan mana shu 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Beast mashinamiz halol narsa savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sirazi oylik to'lovlarni aytib o'tib ketaman. Boshiga 500, oylik to'lov keladigan bo'lsa 200 dollardan 25 oyga qilib berishga berishyapti akalar. Если что, oylik to'lovni ozgina kelishtirsangiz bo'ladi akalar. Xudo xolasa ketdik, obzor qilib beramiz. 2011 qoraytirilgan farlar, tepa baslit farlar, bana holatlari yomon emas akalar. Xudo xolasa akkuratni haydaysiz, bitta sezon bemalol chiqib olsangiz bo'ladi. Eshitdi. Xo'p, obshipkalari ham yaxshi holatda mana akalar. Super konditsioner mashinamiz, obshipkalari yaxshi holatda, chexollari yaxshi holatda, pultlari yaxshi holatda. 353 ming probegda mashinamiz. Xo'p, mexanika akalar ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi pioner mikrofon konditsionerlarigacha bor. Xullas, tayyor holatda akalar. Eng glavnisi orqasida metan gazlarigacha bor. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beriladi akalar mashinamiz. Orqadan ham ko'rsataman 05 kamera qilib mana. Chiroyli bo'lib turibdi. Shu bitta shu narsasi yoqmayapti, shu kapotdagi zazor akalar. Bilasizlar, Matizga tekkan kasal bir xil Matizlarning kapoti kichkina bo'ladi deyshadi. Shu narsa to'g'rimi yo'qmi? Kommentariy yozib qoldirib keting. Kichkina bo'ladi-da, mana yog'iga, qulog'iga yetmay qoladi, bu yog'iga yetmay qoladi. Xullas, bizning Matizning ham kasapraflari вообще ideal-da. Shuning uchun ham rangini keltira olmaydi, bir xillari. Xullas, mana shu zazorini keltira olmaydi. Gapirsa gap ko'p xullas. Zo'rlari ham bor, lekin zo'rlari qimmat akalar xullas. Boshiga 500, 200 dan 25 oy kelishtirib berishadi oylik to'lovini. Tegirgalar nomerlarni yozib qoldirdim, aloqaga chiqinglar akalar.